Biologiya kimyo yo'nalishi bo'yicha sertifikatlarni va tabrik uchun so'zni kimyo fani o'qituvchisi Rustamov Temirbekka beraman. Assalomu alaykum muhtaram ustozlar, qadrli ota-onalar va maktabimiz g'ururi bo'lgan aziz bitiruvchilar. Bugun maktabimiz hayotida eng hayajonli, ayni paytda eng sharafli kunlardan biri bitiruv marosimi. Mana shu lahzada mustaqil va katta hayot bo'sag'asiga turgan har bir yigit qizimizga kelgusi hayot yo'llarida omad va zafarlar tilayman. Sizlarning o'zingiz orzu qilgan va maqsad qilgan oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lib, kelgusida el yurt koriga yaraydigan, vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan yetuk insonlar bo'lib yetishingizga qat'iy ishonaman. Maktabda o'tgan yillar davomida tinimsiz mehnat, sabr va matonat bugungacha o'z mevasini berib keldi va bugundan keyin albatta bergusidir. Buning yaqqol isboti o'laroq joriy yil maktabimizning kimyo biologiya yo'nalishi bo'yicha 11-sinf o'quvchilari umumta'lim fanlari bo'yicha milliy sertifikat sinovlarida ishtirok etib, jami 106 ta milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Xususan 29 o'quvchimiz ona tili fanidan, 15 nafar o'quvchimiz matematika fanidan, 19 nafar o'quvchimiz tarix fanidan, 21 nafar o'quvchimiz biologiya fanidan, 22 nafar o'quvchimiz kimyo fanidan turli darajadagi milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdilar. Alohida e'tirof etish joizki, 8 nafar o'quvchimiz 5 ta fandan, bir yo'la 5 ta fandan turli darajadagi milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdi. Bugun mana shu yuksak natijalar cho'qqisida turgan bir o'quvchimizni butun maktab ahli nomidan faxr bilan tilga olmoqchiman. O'quvchimiz Hajiboyev Bekzodbek biologiya va kimyo fanidan 100% lik milliy sertifikatlarni va majburiy fanlardan ham barcha sertifikatlarni qo'lga kiritib, maksimal 189 ballni qo'lga kiritdi. Bekzod o'z mehnati va mehnati bilan muddatidan oldin tibbiyot oliy ta'lim muassasasi talabasi degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Ruxsatingiz bilan mana shu unutilmas lahzalarda o'quvchimiz Hajiboyev Bekzodga shifokorlik kasbining muqaddas ramzi bo'lgan oq xalatni uning biologiya va kimyo fani ustozlari nomidan tantanali ravishda topshirsak. Aziz Bekzod, ushbu oppoq xalat maktabing va seni yetishtirgan ustozlaringdan senga bir umrlik esdalik. Senga kelajakda o'z kasbingni hamisha sodiq qolishingni, insonlar salomatligi yo'lida xizmat qilib, mana shu shifokorlik xalatiga hech qachon dog' tushirmasligingni, el suygan shifokor bo'lib yetishingni tilab qolaman. Qadaming qutlug' bo'lsin.